sakardonchi aka-ukalar bo'lsa, mana shu ozgina xizmat bor. Hop, assalomu alaykum hammaga. Xabaringlar bor, Mehr 2020 doirasida remont ishlarini boshlab olganmiz. Birinchi navbatdagi ketma-ketma ishlarimizni birlamchisini qilib bo'ldik, ya'ni santexnika, steyashka, elektrik ishlarimizni qilib bo'ldik. Endi navbatda patolog qismiga kelganmiz. Gipskardon mahsulotlarimiz keldi. Ularni qabul qilib oldik. Hozir tashish jarayonidamiz. Bu mahsulotlarimizni bir necha yildan beri shu sohada, qurilish sohasida tajribasi bor do'stlarimiz jo'natishdi Ehsonga, ulardan Alloh rozi bo'lsin. Mabodo sizga ham shunaqa qurilish sohasida biron xizmat bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar, profillarni qoldirib ketamiz. Hamma narsani jo'natishga baraka topsin. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Mehnat qilayotgan, homiylik qilayotgan, duolarni eslab turgan, mana shu profillarimizdagi videolarimizni tarqatayotgan hammadan Alloh rozi bo'lsin. Baraka toping. Sizlarni ehsoninglar bilan, sizlarning ko'maginglar bilan shunaqa ishlarni jamiyatimizda qilinib ko'payib kelyapti. Baraka topinglar. Kimni ehsoni bo'lsa, kimni shu ishlarda o'zini hissasini qo'shmoqchi bo'lsa, pastda telefon raqamlarini, profillarni qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, Xudo xolasa shu ishlarimizga sizlarni ham sherik qilamiz. Shu remontimizni qishda shu oilamizni o'z uyida, issiq uyda yashashiga hissa qo'shmoqchi bo'lgan do'stlarimizni chorlab qolamiz.